Bozorda. O'zing yaxshi bilasan. Assalomu alaykum. Alaykum Hey assalom. Aziz aka. O'ladi. O'zimizsiz aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aziz estet O'zimiz aka. Aka Instagramdan yopib yubordiz a? Yopdi. Aka endi u tirikchilik qayerdan u Instagram yopgan? Imbazardaman-ku, atrofga qarasangizchi. Imbazar insofli bozorga ishga kirib olganman. Gap yo'q, gap. Suv taxlib o'tiribsiz a Imbazarda aka. Suv taxlayapman, to'g'ri. Lekin o'zimni Aziz estet suvlari, men butun umr sport bilan shug'ullanganman. Shunaqa neobычный qilib gantelli suvlar chiqarganman. 6000 so'm narxi 2 litr uchun suvni ta'mini ichasiz va baho berasiz. Energetik zararli, suv esa foydali. Va mana qarang, gantel. Mana baklashkasi plastikka juda mustahkam qilib ishlangan. Suv tugagandan keyin ichiga qum yokida shag'al solib turib, gantel o'rnida ham sport mashg'ulotlarini qilsangiz bo'ladi. Bemalol. Masalan, mana qarang. Turgan holatingizda ikkita biceps, mana qo'l ishlashini qarang. Biceps, triceps, yelka, oldiga yelka, xullas kalom, VPD. Yelkangizga qo'yib turib, приседание. Xullas qulayliklar ko'p. 6000 so'mga kim gantel beradi? Siz ham suv sotib olyapsiz, ham gantel sotib olyapsiz. Mabodo gantel qilmayman, uyimda sportsmen yo'q deydigan bo'lsangiz, suv tugagandan keyin ichiga bemalol, misol uchun guruch, mosh solib qo'ysangiz ham bemalol. Ajoyib. Buni bitta faqat shu Sergelidagi filialdan topa bilamizmi? Yo'q. Imbazarni Toshkentdagi barcha filiallarida Aziz estet suvlari mana shunaqa 6000 so'mdan sotilmoqda. Masalan, Qoratosh, Qorasuv, Beruniy, Sergeli, Yunusobod, TTZ, xullas kalom 8 filialida Aziz estet suvlari sotilmoqda. Hurmatli aka-ukalar, siz ham oling ikkita. Bo'ldi, aka. Bitsiz qachat qilib berasiz men. Tamam, rahmat.